Bu gaz mı, ödek mi? Bu bolsa bir sert ördek tüylüsü. Sert ördek tüylüsü ahırda nemiga aylandı? Bu qatta bey, o. Qaranglar, men qizimni xo'shal-xo'ram o'ynab ketgan gap. Bir qach lag'manning basidan kichib, o'zinglarninki o'maq ballarga, yoki yosh bolalar o'zinglarning qiz do'stiga sovuqsanglar bo'ladi ekan. Menmi buni do'yinni ko'rib, ajab balandlashga deb qarsam, bas nihoyat azanka 19 qo'ydilla boshlandi ekanda. Shunda qo'nchoq epirib baqqanlar bo'ladi. Bundaq yo'g'on qo'nchoqni olsak, necha yuz qo'ylarga olamiz. Shuninglar, voy, azankan bu qizimni bir xo'sh qilib deb eng cho'ngini evibdimi? Qaranglar, bu qizim bo'yindan quchoqlasa, bu oqqo'ning puti yerda turdi. Ustiga chiqib yosimi da put eshib qoldi ekan. Qizim shunda xo'sh bo'lib ketdi, buni ep degan ep quchoqlab, ustiga chiqib minib urib dassa, buning bilan oqshomga yaqin kechisim shu qizimning yotqunda. Kechisim quchoqlab yetyapti. Atgan nashqaga vaqti bo'yindan mashq qisib tang bilan nashq qilyapti bu qo'nchoq bilan. Basning a'zoliga vaqib suputim nihoyat yaxshi. Shuning uchun men funksiyallarimga buni fuli qilili deb aytib qo'ydim. Ostidagi seri qaruda basi 19.9 moddan boshlandi. Butkul Shinjonga kirasi haqsiz, lekin soni cheklik. Yoqtirgan do'stlar, tizdan ostidagi seri qarudan setib olinglar. San are ye.